Andijonda Navro'z shukuhi. Navro'z bayrami butun yurtimiz bo'ylab qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z degan bosh g'oya asosida xalq sayli tarzida yuqori kayfiyatda nishonlanmoqda. Andijonliklarni bog'i Boburga jamlagan ushbu qutlug' sana munosabati bilan tashkil etilgan katta bayram dasturi shubha yo'qki, har bir ko'ngilda bugungi tinch va osuda hayot uchun shukronalik, minnatdorlik hissini uyg'otdi. Sayl davomida tinchlikni, vatanni va bahorni madh etuvchi dilrabo kuy-qo'shiqlar yangradi. Viloyatimizdagi mavjud turli millat vakillarining o'z milliy madaniy bayramona chiqishlari tadbir ishtirokchilariga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, bizning kuchimiz birlik va ahillikda, qudratimiz vatanga mehr va sadoqatda, yutug'imiz o'zimizga bo'lgan yuksak ishonchimizda. Navro'z bu nafaqat tabiatning uyg'onishi, balki insonning ham ma'naviy uyg'onishidir. Bahorning eng nafis jilvakor, barchaga birdek ko'tarinki kayfiyat ulashuvchi bayrami Navro'zdir. Milliylikni o'zida jam qilgan, qadriyatlarga yo'g'rilgan, insoniylik, odamiylik tuyg'ulari aks etgan mazkur bayram viloyatimizning barcha tashkilot, korxona va muassasalaridan kelgan vakillar bilan yanada fayzga to'ldi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Navro'z saylida bevosita ishtirok etar ekan, majmuaga jamlanganlarning barchasini birma-bir, so'zma-so'z tabriklab chiqishga harakat qildi. Bayram saylida yana sumalak, ko'ksomsa, ko'kchuchvara kabi bahoriy taomlarni, milliy o'yinlar, ko'pkari, dorbozlik, kurash kabi bellashuvlar ham qadim-qadimdan bo'lib kelayotgan ota meros tomoshalarni ham kuzatishingiz mumkin bo'ldi. Muhabbatsiz kishi odam emasdir. Gar odam sen muhabbat ixtiyor et. Ey nodira, Andijonni sen yod etib, nihol ekib, ko'ngillarni shod et. Asrlar osha o'zining mazmun mohiyatini yo'qotmay, tobora sayqallanib kelayotgan ayyom milliy qadriyatlarimizni, ulug'vor tuyg'ularimizni o'zida aks ettirib kelayotgan, xalqimiz qalbidan chuqur joy egallagan yangi kun Navro'z ayyomi barchaga muborak bo'lsin.